lambla. Eng vahimali. Lekin o'zi vahimali emas, nomi vahimali. Chunki lambla bu bir hujayrali sodda jonivor. Mana shu joyda nimagadir hammani lambla qo'rqitadi. Men hayron qolardim-da. Chunki men har doim keladi, doktor, menda lambla bor ekan. Yo'q, doktor, eng katta narsam lambla. Lambla bu bir hujayrali sodda jonivor-ku deb bunga biz oddiy qarardik-da. Keyin bilsam yillar o'tib oddiy axlat tekshirganda ham sista lambla chiqib kelaveradi-yu. Buni biza gijja deyishganmi? Gijjam bor deb aytaveradimi? Ana o'shandan keyin hamma vahimaga tushib qoladi. Va bu gijja davolovchilar uchun juda ham zo'r, nima edi? O'lja desa ham bo'ladi-da, chunki lambla, senda gijja nimadir topdi-ku, endi davolash kerak deb. O'sha uchun men har doim aytaman, sizda lambla chiqdimi, shoshmang. Men har doim analizlarimda qarayman-da. Men hozir patsientimizning analizini sizlarga ko'rsatay dedim. Mana bu grafa. Bu grafada qarang, alohida gijja tuxumlari degan joy bor va alohida sodda jonivor prosteyshi bilan glist, mana yaytsa glist degan. Ya'ni ikkalasi ikki xil ma'no. Hatto menda kelib qoladi analizda, ikkalasi bitta joyga yozadi-ku, bo'ldi deyman. Bu laboratoriyangda gijja nimaligini tushunmaydiganlar o'tiribdi deyman. Mana shu oddiy narsada biz aldanib qolamiz. Chunki lambla bu asosan qaynamagan suvdan. Nima uchun bizda ko'p kishida chiqadi deyman-da? Chunki u qaynamagan suvdan ko'p yuqadi. Asosan 90% qaynamagan suvlardan yuqadi. Keyingisi yuvilmagan qo'llar orqali. Chunki lambla asosan yuqish yo'li 90% qaynamagan suv deyapmizmi? Bizda bu hamma joyda, masalan, olib oddiy ichimliklarning ichida ham qaynaganlari bo'lmaydi. Bizda tabiiy suv deymiz, tog' suvi deymiz, zamzam suv, buloq suv, har bitta suvlarimizda biza qaynatmaymiz. Chunki ular tirik suv. Tirik suv dedimi, uni ichida foydalilari juda ham ko'p va ular bilan birgalikda lambla albatta o'tib ketadi. Shunaqa bo'lganki, 2010-yillarda o'zimni o'g'limda ham lambla chiqqanda vahimaga tushganman-da. Lambla, meni o'g'limda lambla qanday deb o'zim izlaganman. Hamma tozaligiga qarasam, hammasini qilsam, qanday lambla? Va o'shanda izlaganman, kitob tutganman, nima sabab bu lambla bo'lishiga. Keyin bilsam, ana o'sha paytda sabab yo'qish yo'lini izlaganman. Ya'ni o'g'limda qaynamagan suv ichmaydi, iflos qo'lda yurmaydi. Keyin izlab bog'chasiga borganman. Bog'chasiga borib qarasam, bog'chada 5 litrlik suvlar turibdi. Uni qaraganman. Biz har doim o'sha paytda endi bir xil suv ichardik, toza, distirlangan deb shunaqa toza filtrlangan suv deb berishardi. O'shanda uni qarasam, bu yangi qanaqadir hali nomi ham yo'q firmadan chiqqan suv. Chunki yozda o'sha 17 yil oldin gapda aytayman, yozda bizda aytishardik, suv olib kelinglar, bolalar ko'p suv ichadi derdi. Albatta, ota-onalar 5 litrlik toza filtrli suvlardan olib borishardi va o'shanda men o'sha suvni olib kelganimda tekshirtirsam, lambla chiqqan. Va o'sha firmani ustidan yozib berganman-da, o'tirganman. Hozir bu firmani yopadi desam, bilasizmi, eng katta ko'zimni ular ochib berishgan. Sabab men yozganman, mana sani suvingdan odamlar lambla bo'ldi, gijja bo'ldi deganda u menga 50 varoli javob xati yozgan. Hurmatli doktor, siz zo'rda lamblani topsiz, lekin siz uni sodda jonivor ekanligini bilasizmi? Lambla gijja emasligini bilasizmi deganda ko'zim taq qilib ochilgan. Ana shu xatoni hozir har bir doktorlarimiz, har bitta parasitologlarimiz qilyapti. Chunki men hammasi demayman, albatta qo'sh tirnoq ichidagi. Chunki lambla bu qaynamagan suvdan yuqadi deb tushuntiramiz, lekin uni sodda jonivor ekanligiga e'tibor qilmaymiz. Chunki lambla farqi o'zi unga qo'shilib
mana qo'shilib paydo bo'lmaydi. U o'zi ikkiga bo'linib ketaveradi. Ya'ni lam bilan ko'payishi uchun qulay muhit bu o't yo'llari. O't suyuqligi emas. Yana shu yerda ikkinchi xato. Mana lam bilan gijja deydiganlar xato deydi. Ikkinchisi lam bilan o't yo'llarida bo'ladi. O'tni ichida o'ladi. Lekin hamma o't qopingda, jigaringda bor deydi. Mana yana ikkinchi xatomiz. Lam bilan bu o't yo'llarida bo'ladi. Va agar 3 mahal ovqat yesa, o't yaxshi oqsa, lam bilada o'zi o'lib ketaveradi. O'sha uchun axlatda sista qobiqqa o'ralgan holda topiladi. Va ular hammasi o'zini o'tkazaveradi. Men har doim aytaman, lam bilan agar shikoyat bo'lsa, davolaymiz. Shikoyat bo'lmasa davolamayman. Xo'p, nima shikoyatlar? Lam bilan birinchi o'rinda nima bilan oziqlanadi? Vitaminlar bilan. Sizga kelayotgan vitaminlar. Agar avitaminoz, masalan, vitamin kamchilik belgilari bo'lsa yoki bolada ko'pincha ertalab turganda ovqat yegisi kelmasa, og'izda achchiqdan belgilari bo'lsa, og'izda hid keladigan bo'lsa, ichi bir ketib qolib, bir qotib qoladigan bo'lsa, shikoyatlari bo'lsa, mayli tekshiraman deyman, tekshirganimizda agar lam bilan chiqargan bo'lsa, seni davolashga beramiz deb har doim aytaman. O'sha uchun hurmatli kuzatuvchilarim, hurmatli meni biladiganlar, men har doim aytaman, hurmatli doktorlar, agar sizni qo'lingizga analiz kelib qolsa va u yerda lam bilan chiqsa, vahima qilmang. Chunki bizada nima qilyapti? Gijjada lam bilan chiqdi deyapti, klizma qilyapti, davoladim deyapti. Kechiribsiz. Lam biladi. Qayerda turadi? Tepada turadi. Hech qachon klizma yetib bormaydi. Lam biladi. Tepadan itsurar qilish kerak. Tepadan dush qilish kerak. Sizni ikkita klizmangiz yetib kelmaydi. O'sha uchun ham agar sizda lam bilan chiqdi, klizma bilan davolayman desa, ishonmang. Lam bilan, klizma bilan davolanmaydi. Shuning uchun ham bizda har doim aytaman, agar lam bilan deb sizga klizma qildimi, u yerdan qoching deyman. Chunki lam bilan bu sodda jonivor, gijja emas. Ikkinchi, lam bilan jigarda bo'lmaydi, o't qopida bo'lmaydi, o't yo'llarida bo'ladi. Keyingisi xatoliklar. Lam bilan hech qachon klizma bilan davolanilmaydi. Lam bilan ketkazmoqchi bo'lsangiz, lam bilanga qarshi dorilarni vrach nazoratda beriladi. Eng qizig'i, lam bilan bo'lganda albatta o'tqop motorika juda ham kerak. Agar o'tqop motorikasida motor bo'lsa, o't yaxshi oqmaydigan bo'ladigan bo'lsa, ularga albatta lam bilan davosini qilish kerak bo'ladi va davoni oxirida albatta tepadan dush, ya'ni ich surar berishimiz kerak bo'ladi. Hech qachon xato qilmang, aldanmang va kerakmas narsaga vahimani ochmang. Sizlarga shu uchun bu kanaldagi videomizni tayyorladim. Lam bilan vahimali emas. Lekin shikoyat bo'lsa davolash kerak. Shikoyat bo'lmasa 3 mahal ovqating o't yaxshi oqsa, lam bilan o'zi o'lib ketadi. Va yana ko'pincha gijjani tekshirish uchun men har doim aytaman, gijja 2 xil tekshiriladi. Qonda, axlatda. Qonda albatta immunoglobulin M formani ko'rish kerak. Axlat, men o'zimni tanlovimda axlatni yaxshi ko'raman. Axlatda 3 kunlik konservant Turdiyevada. Agar chunki axlat kelishi bilan ichidan tushishi bilan ko'rishimiz kerak mikroskopda. O'sha uchun ham aytadi-ku, kal в теплом виде deydi. Issiq holatdagi axlat. Endi uni har xil bola har xil paytda ichish keladi, boshqa keladi. O'sha uchun ham men har doim aytaman, konservant Turdiyevani berib yuboramiz. Biz mana 4 ta idishcha qilib klinikamizda 3 kunlik har ichi kelganda no'xatday soladi. 4-kunga uxachiska bilan surtmani solamiz va mana shunda olib kelib topshirganda ko'pincha 80% holatlarda lam bilan chiqadi. Va unda biz aytamiz, to'xtang, lam bilan chiqibdi. Bir o't qoplaringizni uziy qilib ko'raylik. Qanaqa oqayotgan, gipomotor, gipermotor yoki norma motor, jigar o't qopda muammo yo'qmi? Har birini ko'ramiz, shikoyatlaringizni ayting deymizda va unga yechim beraman. Har doim. Agar sizda gijja bilan qanaqadir muammolar bo'lsa, umuman bizning klinika shikoyatlarni davolaydigan klinika.
Har doim mendan so'rashadi, Saudiyorimdan, siz qanaqa doktorsiz deydi. Men aytaman, 7 yillik VOPni yaxshi o'qigan doktorman deb javob beraman. Nimagadir bizda vrachlarimiz 7 yillik VOPni esdan chiqarib, keyingi 2-3 yillik magistr eslarida qolgan va keyingi VOPini qilgisi kelmaydi. Aslida biz 2 oyoqlar doktorimiz deb o'zimizga o'zimiz va'da berganmiz va sizlarga ham har doim qo'limdan kelgancha xatoliklar bo'layotgan bo'lsa, xatoliklarni qilmanglar deb bong urayotgan vrachlardan bittasi sizning vrachingiz, tibbiyot fanlari nomzodi Saudat Yorimov. Bizning manzilimiz Toshkent shahar, algoritm mutaxassisi Nur Med klinikasi. Marhamat, sizning shikoyatingizga yechim topishga yordam beramiz. Keling.